Assalomu alaykum, IPAR kooperatsiyasining a'zolari. Men 2018-yilda mikroinsult oldim chap tomonimga. Har xil batlar ichdim. O'shandan buyon har xil batlar ichdim va batlardan ancha foyda ko'rmadim uncha. Keyin Karimova Bektosh opa menga IPAR mahsulotlarini tavsiya qildi va ichib boshladim. Ichib boshlaganimga 2 oy bo'ldi. 2 oy mavsumda sahrim ham bor. Ichib hozir parhez qilmayman, ovqatni tanlamayman, yeyaveraman va insultimga ham yordam berdi. Sahrim normada, oyoqlarim og'ridi, oyoqlarim og'riqlari qoldi. Nasib bo'lsa bu IPAR kompaniyasi